Konfetli makiyajga tutorial. Chunki shu makiyaj menga aynan qandni eslatdi. Bilasizlarmi, menga pushti rang podrostkovoy vaqtlarimda shunaqangi cringe tuyulgan. Faqat pikmi qizlar pushti rangni yaxshi ko'radi deb o'ylardim. Men esa nitakusha faqat qora rangni yaxshi ko'rardim. Lekin katta bo'lgach, milajni nejni narsalarga qiziqib ketdim. Tushundimki, o'zimizni xira zerikarli narsalar bilan o'rab olsak, hayotimiz ham shunaqa bo'lib qoladi. O'sha uchun men o'qishimga borsam, har doim eng chiroyli outfit zerikmasdan deyarli har kuni makiyaj bilan boraman. Chunki bugun bo'lmasa qachon, hayotimiz tez o'tib ketadi. Bugun men 20 yoshimda, ertaga esa 40 ga to'lib sezmay qolaman. Shu uchun yangi ko'ylak kiyish uchun ideal kunni kutib yashashni xohlamayman. Shu uchun men har doim ayol kishi ham, erkak kishi ham o'ziga qarashi, o'z stilini topishi, teri va sog'ligiga g'amxo'rlik qilishi kerak deb hisoblayman. Menimcha, inson o'z uslubini topib, o'ziga g'amxo'rlik qilsa va buni albatta o'zi uchun qilsa, o'zini ancha ishonchli his qiladi. Ishonch esa bugungi kunga juda ko'p narsaga ta'sir qiladi. Makiyajimiz ham tugab qoldi.